Assalomu alaykum. Bugun Unikal korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan kotел, ya'ni Alcon 140 haqida gaplashamiz. Bu kotelimiz oddiygina 140 kilovatlik kotel emas. Ya'ni buni ichida 270 kilovatlik kotel joylashtirilgan bo'lib, buni ichida ikkita ventilyator, gazli klapan, ikkita teploobmennik va ikkita nasosi bor. Va platalari ham alohida, lekin boshqaruvi esa bittagina kaskadniy blok va pult upravleniya orqali boshqariladi. Bu kotelimizning qiziq joyi shundaki, agar birinchi qismida xatolik yuz bergan taqdirda ham, bu ikkinchi qismga ta'sir o'tkazmaydi va kotel ishlashda davom etaveradi. Bu nima degani desa, bitta 140 kilovatli koteldan ko'ra 270 qo'yganim yaxshiroq deydiganlar uchun ham zo'r yechim bo'ladi. Bu kotelimizning yana bir afzalliklaridan biri, bunda yuqori modulyatsiyaga ega. Ya'ni bu 270 kilovatli bo'lgani sababli va qo'shimchasiga modulyatsionni ventilyator, modulyatsionni gazli klapan bo'lgani sababli 1:13 modulyatsiyasiga ega. Solishtiradigan bo'lsak, boshqa kotellarda bunaqa holatda 1:8 bo'ladi. Misol tariqasida kotelimizda eng minimal quvvati 10,5 kilovat bo'ladi. Masalan, mana bu ko'rsanglar bo'ladi. 10,5 dan 131,8. Ya'ni bu nima degani? Bu eng yuqori modulyatsiyaga chiqqanda 10,5 kilovat energiya beradi degani. Bu ancha-muncha 24 kilovatli atmosfernik kotellarda ham bo'lmaydi bunaqa holat. 1:13 o'zi nima degani? Misol tariqasida 140 kilovatli kotelni KPDS orqali 135 oladigan bo'lsak, buni 13 ga bo'ladigan bo'lsa, buni minimal quvvati 10,5 kilovat chiqadi. 1:8 modulyatsiyasi nima degani? 135 kilovat maksimal quvvat deb oladigan bo'lsa, buni 8 ga bo'lsa 17 kilovat chiqadi. Ya'ni 140 kilovatli boshqa kotellarda minimal quvvati 17 kilovat atrofida bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda aktual mavzulardan biri havo ifloslanishi bo'lib turibdi va shu sababdan kotel tanlanayotganda atrof muhitga ta'sirini e'tiborga olib tanlashimiz kerak. Har bir kotel o'zidan azot oksidlarini ishlab chiqarish orqali atrof muhitga ta'sir o'tkazadi va bu ta'siri 5 ta sinfga bo'linadi. Birinchi sinf kotellari bular tabiatga bo'lgan eng zararli kotel hisoblanadi va 5-inchisi esa eng minimal ta'sir o'tkazuvchi kotel hisoblanadi va bu kotelimiz esa 5-sinfga kiradi. Ushbu kotel haqida qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar va shunaqa kotel qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar.